Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz. Hop, aytib o'tganimdek yangiliklarimiz keldi. O'shalarni hozir sizlarga obzorini qilib beramiz. Yangiliklar juda ham ko'p. Yangiliklar qilishda to'xtaganimiz yo'q. Oldin bizda, keyin boshqalarda mana. Bularimiz yangicha katechalar, har xil rasvedkalari. Hop, men oldin ko'rsatib o'tdim rasvedkalarni. Mana anti-silver. Keyin bunaqangi biz tilimizda momig' deymiz. Bu ham juda ham zo'r. Mana sifati. Hop, mana Chanel vishkaligimiz. Ularni bemalol kir mashinada yuvib ishlataverasizlar. Razmerlar to'liq 50 ga 70 bo'ladi. Bemalol Xitoy navachkalariga tushadi. Hop, endi ularni ochamiz. Yaqinroq kelamiz. Bu sumkasini ichida ikkita bo'ladi. Sumkalarning orqasi bunaqangi, mana diabella oqishli bo'ladi. Ularning yoni mana bunaqangi konditsionerli, ustilari polniy vishka bo'ladi. Mana qaychi teshigini ishni boshladi. Ishlariga mana e'tibor beramiz. Ochgandan keyin-chi bunday o'ynatib olsak, undan ham ishib ketadi. Nazlar ko'rganingdek juda ham sifatli tepalarda vishkalari. Mayda qilib qovurilgan, alohida ishlov berilgan. Mana bunaqangi etiketkalari bor. Juda ham chiroyli. Bemalol kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar, pastki raqamlarga telefon qila olasizlar.